Mening fikrlarim kimlargadir og'irlik qilyapti ekan. Aytib nima qilasiz? Gapirmang. Tilshunoslikda gapirmang. Yoshingizga qarab ish tuting. Shunaqa gaplar ko'payib ketyapti. Avvalambor zararli narsalarni taqiqlash kerak. Agar odam yaxshi fikr bildirayotgan bo'lsa, odamlarga foydasi tegadigan bo'lsa, uni qo'llab-quvvatlash zarur. Mana siz axloqsizliklar bo'yicha shularga qarshi kurashinglar, menga qarshi kurash o'rniga. Dunyoni qizg'anma mendan, azizim. Men sening ko'changdan o'tmasman, zinhor. Mening bu olamda o'z aytar so'zim va o'zim sig'inar mozorlarim bor. Dunyoni qizg'anma mendan, azizim. Sen ichgan buloqdan ichmasman aslo. Sen yurgan tog'larda qolmagay izim. Sen kechgan daryodan kechmasman aslo. Dunyoni qizg'anma mendan, azizim. Qalbingni yoqmasin shubha va so'roq. Men o'zga manzilga tikkanman ko'zim. U sening kulbangdan juda ham yiroq.